Saodat Eshmatatova 2005-yilda dastlab 1,5 gektar yer olib, fermerlik faoliyatini boshlaydi. Avvaliga sabzavotchilik yo'nalishida ishlagan fermer keyinchalik bog'dorchilikni yo'lga qo'yadi. 2005-yilda shu 1,5 gektar yerda hokimimiz bergan edi. Shu yillarda pomidor, sabzavot ekinlari ekaydim. 2019-yilda fermer xo'jaliklarini optimallashtirish jarayonlari boshlangan Saodat opaga Mesit Oltin Soqqasova, To'raqulova, Jumagul Eshmurodovna fermer xo'jaliklarining 5 gektardan ortiq bog' maydoni qo'shib beriladi. Fermer o'sha paytda sheriklariga soliq va boshqa majburiy to'lovlardan foydalanilgan yer maydoni bo'yicha to'lab borishligi tushuntirilganini aytarkan, keyinchalik to'lovlar o'zining zimmasida qolganini, biroq qarshiliklar tufayli yerdan foydalanmay kelayotganini aytib, dasturimizga murojaat qilishga majbur bo'lganini bildirdi. Fermerlar kengashiga murojaat qilsam, fermerlar kengashi nimagacha sudgacha iqtisod sudiga da'vo kiritdi, meni manfaatimni ko'zlab. Soliqlarni endi to'lash anosini o'zimiz nazorat qilamiz dedi. Tuman fermerlar kengashining yuristi hamda hokimiyat yuristi bo'lib ishlaydigan Ismoilov. Keyin ikkita idorada bitta yurist. Ikkita idorada bitta yurist. Saodat Eshmatatova sobiq fermerlar 2019-yildan buyon to'lamay kelayotgan soliqlarni undirish borasida tuman hokimligi, huquqni muhofaza qiluvchi idora va boshqa mas'ullarga murojaat qilganini, biroq ular og'zaki javob qaytarish bilan kifoyalanganini ma'lum qildi. Ammo manzilda bo'lgan ikkinchi tomon 2023-yilga qadar Saodat Eshmatatova so'ragan pullarni to'lab kelishganini, biroq fermer bog'ni buzishga qaror qilib, ularni yerdan majburiy chiqarishga harakat boshlaganidan so'ng to'lovlar to'lanmasdan qolganini bildirishdi. Soliqlar to'laganmiz, 2023dan beri soliq to'laganim yo'q, to'g'risi. To'lashga imkonim bo'lgan, bu yoq ruxsat bermasam men qayerdan pul to'layman? Sizlar tushuningizlar. Har yili pilla boqamiz. Pillani pul avtomatik hisobotasi cho'tiga tushadi. O'sha pillani pul tushgan pullarni hisob-kitob qilgan yo'q, anavi ham qilgan yo'q. Hujjatlarni o'rganarkanmiz to'lov bilan bog'liq nizolar boshlangan Saodat Eshmatatova yerning sobiq egalarini yerdan majburiy chiqarishni so'rab bir necha bor sudga murojaat qiladi va sud uning murojaatlarini qanoatlantiradi. Ammo ikkinchi tomon fermer endi hosilga kirgan bog'ni nobud qilmoqchi ekanligini aytib, unga qarshilik ko'rsatib kelishayotganini ma'lum qilishdi. Tomonlarning tortishuvlaridan fermer murojaatlarida bog'larning yaroqsiz holga kelganini aytib, uni buzish va boshqa maqsadda foydalanishni istayotgani oydinlashgandek bo'ldi. Biroq tuman qishloq xo'jaligi mas'ullari bog'ni buzishga asos yo'qligini, masalani yechish uchun tomonlar o'rtasida qonuniy ijara shartnomasi tuzilishini bildirishdi. Hozir yer ijara shartnomasini ko'tartiramiz, soliq to'lovlarini qildiramiz. Saodat opaga qanday zarar keltirgan bo'lsa, zarar choralarini ham ko'ramiz. Biz buxgalteriya markazi bilan hisoblashamiz, bog'dorchilik agenti va agro inspeksiyamiz rahbari kelib o'tiribdi. Hammasi bilan hozir kelishimizdan Saodat opa murojaatini o'rganamiz. Ijobiy hal qilib beramiz. Mana aka o'zlariga aytdik, zvinolar yer ijara shartnomani qilib beramiz. Ikkilam chiqib, ijara shartnomani qildirib, shu o'zlarining nomiga pasport kopiya, tilxatlarni olib, notarial tasdiqlangan holda qilmasak, u bu yerdagi mojaro yechilmas ekan. Mojaroni yechimini 2 kun ichida bartaraf qilamiz. Sobiq fermerlar 2019-yildan buyon soliqlarni to'lamasdan kelayotgani xususidagi fermerning da'vosi mas'ullar tomonidan qayta hisob-kitob qilinadigan bo'ldi. Ular hisob-kitoblar natijalari bo'yicha fermerga yetkazilgan zararlarni qoplab berishni ham zimmalariga olishdi. Shuningdek, Saodat Eshmatovaga endigina hosilga kirayotgan bog'ni buzish fikri noto'g'ri ekanligi, kelgusida shu kabi muammolar yuzaga kelmasligi uchun qonuniy shartnoma tuzish xususida tushuntirildi.